ertalabdan nima bo'ldi? Armis. Ayyo'mayo, Jitil nimaga? Nima bo'ldi? Seni mer chaqiryapti. Millioner Jitil kelgani xo'sh. Tezroq bormasang bo'lmas ekan. Nega bu? Yo'mayo, ketolsan. Jinursin. Hammaga salom bo'ldi. Sizlar bilan Armis va bugun sizlar bilan birgalikda ertalabdan bizani tinchimizni buzishdi va Jitil chaqirdi. Bilmayman nimagaligini. Yo'mayo, orqamda hozir mashina bormidi? Yo'mayo. Gelikmi bo'ldi? Da, menimcha gelik. No, mayli hozircha Omorqam hali ekan, Omorqam ozginasi o'sgan ekan. Mer chaqiryapti deydi mer yoniga. Davayte mer yoniga boraylikchi, to'la. Chunki menga ham qiziq, ana mashina kimniki bo'ldi endi. Bunaqa qimmat mashinalar bizani qishloqda nima qiladi? Yo'q-mayo. Taq. Armis, yaxshi olib kelding ha. Salom, yaxshimisiz? Qamer nima degandingiz? Armis, bu bizning qishlog'imizga kelgan millioner va u mehmon. Hozirda u qolayotgan narsa bir uyni remont qilish, ya'ni eskiroq uy bor edi u. Aha. O'sha uyni remont qilib berishing kerak. Xavotir olmang, Armis. Men yaxshigina pul to'layman. Va instrumentlar ham bor. Bu tushunarli, faqat o'sha bloklar hammasi bormi? Ha, ana o mashinani ko'rdingizmi, gelikni? Ko'chadagimi? Ha, o'shani orqa bagajda turibdi. Bemalol olib ishni boshlasingiz. Mayli. Okey, hozir qilib beraman. Rahmat. Yo'mayo, bizga ertalabdan ish buyurishdi. Men qizig'i, ko'proq pul topish meni niyatim, chunki men do'stlar do'kon ochmoqchiman, shuning uchun ko'proq pul ishlashim kerak. Xo'p, qani ochib ko'ramiz, rostdan ham juda bir ajoyib mashina ekan, lekin balkim ko'ryapti, bitta ko'rsam bo'larmi? Vau, yo'mayo. Bunaqa mashinalar juda ham kamdan kam keladi, balki yo'mayo. Olmazli rudadan qurmoqchiman u. Endi ketgan Jitil Mersin. Lekin mana nomi qimmat daraxtning qanaqasi desa ham bo'ladi-yu, bizda tiqilyapti unaqa daraxtlar. O'zimizdan qishloq shunaqa qimmat daraxtlar o'sadigan qishloq bo'lgani uchun bu yerda ko'p. Lekin bu qishloqda bu daraxtlarning bittasini ham kesish mumkin emas, juda ham qimmatligi uchun. Даже oddiy daraxtga ham yo'q deyshadi. Xo'p, bo'lmasa uydan biza bolalar ma'mulani ichkariga qo'yib qo'ysak, uydan instrumentlarni olib olamiz. Hop. Yaxshi. Hammasi kerak bo'lib qolishi mumkin, ammo kerak emas. Ketmon. Hop. Eski uy, ana musorka bo'lsa kerak yo'q. Xuddi o'zi. Mana ketdik bolalar. Ramonlab tozalashimizga to'g'ri keladigan o'xshyapti. Yo'qlar to'sib qo'yilgandi. Tushunarsan. Buni olib tashlash kerak. Shu o'tganlarni ham Bolalar, bu joylarni hozircha kesib ketaman, chunki bu narsalarni hamma musorlarni tozalab bo'ldim, faqat Mamatnikilar qoldi. Ularni keyin olib chiqsak ham bo'ladi menimcha. Bu nimaga oyna olib kelmagan bu? Balkim oynani o'zi qo'yib olar. Yo'q-yo'q, mana bu yerda ham bizani kutib turgan ekan musor. Jinursin, shuncha. Yo'q-yo'q, bular qanaqa qolaman endi. Menda qilich yo'q bo'lsa. Jinursin, mashina yasab olaman endi, boshqa ilojim yo'q. Nechun? Buni balkim hammasini bizga bergan-ku, millioner o'zi teng bo'ldi. Buni ozgina ketgan bo'lsa, deyarli bilinmaydi bolalar, shuning uchun bemalol bo'lsa bo'ladi, ammo olib tashlash kerak. Har o'zi uchun ishlatamiz-ayu. Buzish qiyin ekan. Bo'ldi, tushunarli, yaxshi. Xo'p. Olamiz, buni ham olamiz. Buni ham. Yo'q-mayo. Shu bilan biz bordim. Bu menimcha tegidagi tosh qolsa kerak, yo tegidagini ham almashtirarmikin, ha? Bu balkim yetsa almashtiramiz. Hozirgi ishimiz birinchi o'rinda Mana polni almashtirib chiqishimiz kerak, lekin tepadagilar menimcha tomi o'zi qolsa kerak. Men selim bizga anaqa bermadi, ko'p daraxt bermadi, shuning uchun.
balki keyingi safar olib kelar bo'ldi, nima yandirdik. Hozirgi paytda birinchi qiladigan ishimiz shu, shuning uchun tezroq qilishimiz kerak. Sizlar videoga like bosib obuna bo'lib qo'shingiz videodan chiqmasin va keyingi video nima haqida bo'lishini albatta izohlarda yozib, kommentariyalarda o'zingizlarni ko'rsatib ketinglar bo'ldi. Chunki har bitta kommentariy, har bitta like meni ancha-muncha motivatsiyaga olib keladi bo'ldi. Va videolarni davom ettiraman. Qaranglar qanchalik ajoyib. Xo'p. Yaxshi pul beradi degan umiddaman, balki bitta pul berishini o'zida do'kon ochaveramiz. Do'kon ochish uchun kamida menga 4 million so'm pul kerak. 4 million so'm anchagina pul hisoblanadi bolalar. Buni olib chiqib otib yuborsak ham bo'ladi. Balki tuzatib o'zimga olarman, lekin hozir buni qilish niyatim yo'q. Shuning uchun buni ichi qoldiramiz. O, ajoyib bo'ldi. Xo'p, endi buni ma'lumotlarni almashtirib chiqamiz. Va bizning ishimiz shu yerda to'xtashi kerak. Yo'q, to'xtaylar. Naryoq oldi tarafdan ham to'g'irlash kerak-a bu joylarni. Buni qilib beramiz, bolalar qilib beramiz. Sizlar videoga like bosib obuna bo'lib qo'shingiz videodan chiqmasin. Do'stlar, video cho'zilib ketmasligi uchun ozgina tezlashtirib yuboraman bu joylarni, chunki o'zingizlar bilib oldinglar nima qilmoqchiligimni, shuning uchun tezlashtiraman. Xo'sh, kun ishlayman deb o'ylamagandim, lekin to'g'risini aytsam, hali yana tomi ham bor. Nu tomini men qilmayman bo'ldi. Tomini yarimcha shundoq qoldirsa ham chiroyli. Agar qilib bersa, balki qilib berarmiz, lekin hozircha juda ham charchadim. Bu bitta do'stlar uy. Shuning uchun balki borib yetarmiz, ketdik. Hozir ortga usullarni tashlab yuboraylik. Mayli. Lavaga tashlayman eng yaxshisi. Xo'sh. Bu yoqda o'tib tashlaymiz. Davayte mana qolgan kutgan narsalarni reskiga hisob qo'yamiz, chunki hisob qo'yaymi deb so'rasak, qanaqadir nito uchun qolishi mumkin. Xuddi o'zimga olaymi yoki hisob qo'yaymi degandek qilganday bo'lib qolishi mumkin. Shuning uchun qo'yamiz va chiqqan narsalarni ham hisob tashlaymiz. Bu so'rlarni ham hammasini. Xo'sh, ya bo'ldi, yo'q, bo'lmadi. Buni hisob qo'yamiz. Oda yo'mayo. Endi borsak bo'ladi bo'ldi. Xo'sh, davayte boramiz. Menimcha shu bizga kerak. Armiz tugatdingmi? Ha, tugatdim. Bu mana juda ham yaxshi ekan. Mana bu chamadonni ol. Uning ichi 4 ta 1 koda. Ichidagi barcha pul senga. Aha. Qani, ochib ko'raylik-chi. 1. O, 3 million 200. Ha, uyini ko'rgani ketdim. Yo'q. Shuncha pul a? Ha, Armiz, yaxshigina ishlab olibsan qo'lin ishidan. Xuddi shunaqaga o'xshaydi, mer. Obiklasangiz bo'ladi, yaxshigina pul ishlab oldim, ko'rib turibsiz, chamadan ushlab olganman. Yaxshi pul. Bo'pti, mer, men bo'lmasa uyga boray, juda ham charchadim shuning uchun. Bo'pti, men mana boraman, Armiz. Aha.
barchasi yaxshi. Men uyga ketdi уже. Voy, qolimiz qolib ketibdi. Biz qo'ygan joyi hech balo qilmaydi, o'zi to'g'rilab olsa kerak menimcha. Voy, yo-mayo, juda ham charchadim. Ajin ursin. 3 million 200 ming ishlab oldi, yo-mayo. Shuncha pul. Men bilgandim lekin. Ha, 3 million 200 ming. Taxmin qilganimdek, xuddi o'zi. Yo-mayo, endi uyga kirib olaylik. Oda. Men boyman. Boyman do'stlar, boyman. Yo-mayo. Bo'ldi, yaxshilash kerak bo'ladi. O'zimdan ketib qoldim. Bo'ldi, tushunarli, hammasi yaxshi. Endi bu yoqqa yo, chemadanga solamiz aytgancha. Faqat bu chemadan endi bizaniki-ku, meni tushunishim bo'yicha. Shuning uchun bu chemadanga solib qo'yamiz. Bu pullarni chemadanga esa bu yoqqa solamiz. Ana bolalar, xo'sh. Ularni bu yoqqa, buni ham bu yoqqa. Bo'lmasa bolalar, hammaga xayr, sizlar bilan Armis bo'ldi va keyingi video chiqishi uchun 20 ta like so'rayman. Hammaga xayr. Siz ko'rishguncha deb qolaman. Bo'lmasa xayr bo'ldi.